Otangizni nima deb yozgansiz kontaktga? Qani aytinglarchi, nima deb yozgansizlar? Kontaktda bormi dadanglar? Kiritganmisizlar kontaktga? Kim deb yozgansizlar nomlarini? Dadam deganmisizlar? Onanglar yozganmisizlar? Voy, uxlayapsizlarmi? Kimga gapiryapman? Yozgansizlar. Dadam degan bormi? Onam degan bormi? Hozir telefon qilsangiz o'sha kontaktga ko'taradi. O'sha kontaktdan telefon bo'lsa ko'tarasiz. Chunki bor. Bir kun boshimizga shundoq kun keladi, o'sha kontaktni umrimizning oxirgi nafasigacha kutamiz. Dadam degan kontaktdan telefon bo'lmaydi, onam degan kontaktdan telefon kelmaydi. Ertayu kech qayta qiling, agar o'sha kontaktga telefoningiz tushsa. Tushmaydi. Shundoq ekan, bularni qadrini bugun biling. Bugun yeting qadriga.